Bugun sizlarga 5 daqiqada tayyor bo'ladigan qoninglarni ishoninglar shunaqangi ko'tarib gemoglobininglar doim 140-150 atrofida yuradigan zo'r sharbat tayyorlab ko'rsataman. Bu videoni oxirigacha ko'rmasanglar bo'lmaydi. 3 dona mahsulot ketadi, xolos ishonasizlarmi? Sabzi, qizilcha, olmani hammasini bittada blender yoki masorovkadan chiqarsanglar, shundoqqina ichsanglar har kuni shunaqangi ko'tariladi-yu, qanaqangi chaqqon kelininglar-yu, qizinglar shunaqangi tezlashib ketadi. Hech qachon kasal bo'lib, susayib holsizlik hech qanaqa kuzatilmaydi. Bu videoni aslo oxirigacha ko'rmasanglar bo'lmaydi. Yoqqan bo'lsa bitta like bosib qo'yish esinglardan chiqmasin. Shu yergacha keldinglar, endi kommentariy yozib, do'stingizga ulashib qo'ying. Xursand bo'laman. Keyingi videolarimda qanaqa videolar yoki foydali retseptlar, salat deysizlarmi, shirinlik deysizlarmi, foydali lifehack deysizlarmi yozib qoldiringlar, albatta qilaman.